Kamal Türk ve Ürümçi. Boşluk muhiti bepayon yezi sahralarımızga selishtirganda osmonidan istutak ketmaydigan Ürümçi to'limi qistan shahar. Hozirgacha bo'lgan hayot musofamda menga texi Ürümçidan cho'ngroq bir shaharni ko'rish fursati nasib bo'lmadi. Şunu Ürümçini başka xalqlarning shaharlariga selishtirib, ortiq kamyalari ustida selishtirma hasilat paydo qilgudek imkoniyatga erishamedim. Ammo hozirgacha esimdan ketmaydigani, ma'lum bir Rossiyalik muxbirning buningdan 3-4 yil ilgari Ürümçi haqida yozgan Osiyo kindiki gazetiga besilgan ziyorat xotirasidagi bir abzas tasviri. Bu muxbir o'z ta'sirotini yozganda Ürümçi osmoniga yetib kelganda aeroplan derazasidan bu shaharga qarasam, qop-qora istutaklarga cho'milgan bu shaharning osmoni menga xuddi do'zaxning darvozasidek tuyulib ketdi degan. Pravoslaviya dinida do'zaxning darvozasi qop-qora istutak bilan qoplanib turadi deb tasvirlanadigan bo'g'ashqa, bu Rus muxbirning o'xshitishi o'z mantiqisiga uyg'un albatta. Men shuningdan buyon Rus muxbirning nazaridagi bu do'zax haqida o'ylaydigan bo'lib qoldim. Ko'rimsiz osmonida tuklari islashib ketgan sargardon qushqochlardan boshqa hayotlikni uchratish mushkul bo'lgan Ürümçi meni tagsiz xiyollarga band qiladi. Andisha ham vahimaga to'lgan xotirjamsiz ishki kayfiyat vujudimni bog'an siri qattiq chirmaydi. Men top qushqochlar puruldab uchishib turadigan osmoni kang qadamiy sahroda tug'ilgan. Yalang'ochlangan etizliqlarda vallay o'ynab, tog'u tashlarda pada veqib, chanqisam eriq o'stanglarga dum yetib g'o'rdildatib suv ichib, bexil qo'shnilarning beg'idan olma o'rik va atrafning qo'g'illiqidan soyma og'irlab, kunduzlari bo'lsa qator ushqan turnalarning parvoziga zo'qlanib qarab, kechillari yengidan to'y qilgan qiz yigitlarning g'ojirasini qiziqsinib marab, hamon saqlab yotganda ömür bo'yi yalang'oyoq yerda sep topini yerilib ketgan uzun soqol bovaylarning go'zal cho'chaklarini anglab, qelin yerlarga kelganda piqildab kulib cho'ng bo'lgan. U chaqlarda menga yezimizni o'rab turgan tog'larning kaynidagi dunyo tepishmoqdek tuyuladi. Ürümçi tushimdagi shahar edi. Her kuni atiganlikka lavuldab cho'g' bo'lib, ufqdan ko'tarilib, yer zaminni nurlandıradigan quyosh menga xuddi u tog'ning orqasidan chiqib, bu tog'ning orqasiga kirib g'oyib bo'ladigandek tuyuladi. Sirliq tabiat balalarga xos sodda tasavvurlarimning yumron qanotlarini yeshib, xiyol ekranimni tugamas go'zal ko'rinishlar bilan to'ldiradi. Yoz kunlari o'g'zida uxlash eng ko'ngillik ishlarning biri edi. Mundaq bo'lganda atrofdan butkul tabiatning tiniqi anglanib turadi. Ustundagi yulduz bilan to'lgan qorong'u osmonning qa'rida u boshdan bu boshqa so'zilib oqirib turgan samon yo'li balaliq qalbingda til bilan ifodalab bo'g'isiz bir yuksaklikni uyg'otadi. Yiroqlardan balog'atga yetib xiyol kirib qolgan suvchi yigitning ishtiyoq bilan aytgan larzon naqshisi anglanadi. Salkin shamol yuzingni so'yib hamma narsaga sagak turadigan cho'chiradek quloqlaringga nimalarnidir shivirlab o'tadi. Bundaq chaqda kishi o'zining ashu ulug' tabiatning bir zarrasi ekanligini shak shubhisiz holda cho'nqur his qilmay qolmaydi. Mening aksimcha o'g'lim Kamal Türk shavqin surallik Ürümçi shahrida tug'ildi. Uning balaliq hayoti hayvonot bog'chisida cho'ng kichik qafaslarga solinib yotgan har xil hayvonlarni ko'rish, televizor oldida soatlab o'ltirib qo'rchoq filmlardan huzurlanish, yaslida yog'och otga minib o'ynash, so'lyav xaltaga qochilangan kala sutini ichish,
onasining zukamdab qilishdan saqlanish haqidagi takror ogohlantirishlarni anglash, stol bulog'i chaplangan odam izlash e'lonlarini ko'rish bilan o'tib qiliplashib, ritmlashib ketgan kundalik turmush, yilda bir qitim o'tkaziladigan to'lg'an kunini xotirlash odati, maktabga yo'lning cheti bilan udul berib udul qaytib keladigan o'zgarmas qoida, o'qituvchisining gap anglaydigan obdan bola bo'lish haqidagi pand nasihatlari, badani qizib qolsa darhol dori yeyish, uning bolalik dunyosining asosi mazmuni. Gerçi o'g'lim 7 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, bir qitim soatning jiranglashidan emas, xo'rozning chillashidan o'yg'inib boqqani yo'q. Texicha quyosh ko'tarilgan parlaq saharni ko'rib boqqani yo'q. Chunki bu shaharda quyosh cheksiz ufuqning qo'ynidan emas, ma'lum bir idora binosining orqasidan ko'tariladi. Shaqirab yoqqan yomg'irni ko'rgan bo'lsa-mu, lekin havoning guldirlagan haybatlik sadosini anglag'ani, tun qo'ynini yerib yer zaminni zilzilaga soladigan chaqmoqning nurini yoki ko'zni qamashtiradigan Hasan Husanni va yoki yomrab kelgan shiddatli kalkunni ko'rib boqqani yo'q. Bundoq vahimalik manzaralar tehi bir haqiqatmi uning bolalik qalbini zilzilaga sep boqmadi. Shubhisizki vahimadan yuksak kayfiyat tug'iladi. Bu xil vahimadan tug'ilgan yuksak kayfiyat uning vujudiga tabiatning cheksiz kuch-qudratini va ulug'ligini his qildiradi. Tabiatning haybatlik hodisalari va tasodifiy o'zgarishlarni bir qitim bo'lsa-mu ko'rish baxtiga muyassar bo'lolmagan o'g'lim Kamol Turk aniqki tabiat haqida cho'nqur ham o'zgacha ta'sirotlarga ega emas. Ta bugungacha bir qitimmi yalang'oyoq holda chilan tuproqni dastlab boqmagan, daryo o'stanglarga cho'milib boqmagan o'g'limga qarab ichimdan puchilinib ketaman. Tashdekdagi gullar bilan aynak qochidagi ko'zlarini poqirtib turgan rangdor belijonlar u kunda hapilishadigan birdan-bir tabiat. Aslida o'g'lim tabiatning quchqida o'sishi kerak edi. Afsuski hozir tabiat uning quchqiga band bo'lib qoldi. Ko'nglim tuyib turadiki, tabiatning bu ta'tur qismati omini bir kuni o'z qisosini olmay qo'ymaydi. Shubhisizki Urumchining bu atalmış zamonaviy madaniyati, zamonaviy turmush shakli va haqiqiy sof tabiatdan mustasno bo'lgan muhiti o'g'limni yeb ketyotdi. Cho'nglami bu xil reallikdan xoli emas albatta. Odamgarchilik kun sayin suslashib, ijtimoiy axloq bag'ansiri tushkunlashib, insonlarning o'z tabiatidan yodlashib ketayotgan ijtimoiy muhit buning dalili. Tabiat dunyoda jalb qilish kuchi eng yuqori tarbiyachi. Uning tarbiyalash doirasi intayin cheksiz, tarbiyalash mazmuni intayin mo'l, tarbiyalash vositasi intayin ko'p. Afsuski Urumchida bu tarbiyachining holi pek xarab. Aniqki maktablar har qancha tirishchanlik ko'rsatsa-mu bu tarbiyachining o'rnini bosolmaydi. Chunki maktablar azaldan bolalarning aql buluqini echishni ziyoda qo'g'lashib hissiyot tarbiyasiga sal qaraydi. Inson aql bilan hissiyot jihatda tang tarbiyalanmasa fojiadan qutulanmaydi. Hamma jihatda yuksak taraqqiyotga erishgan Amerikaliklar yuqori texnik sharoitida cho'nqur hissiyot ojizlashib ketsa, moddiy reallik bilan ma'naviy reallik o'ttirisidagi tangpongliq buzilib, erishgani bilan yo'qotgani tanglashib qoladiganligini tonib yetgandan keyin cho'nqur hissiyot tarbiyasi ep berishning zarurligini his qilib, bu jihatdagi tarbiyani muhim kun tartibga kirgizgan. Ular bu jihatda shunchalik inchikilganki, hatto homilador ayollarni doktorxonada emas, oilada bo'shandirish, oila a'zolari o'ttirasida cho'nqur hissiyot yetildirishga foydali deganni tashabbus qilishgan. Ularning tushuntirishicha, homildor ayollarni oilada bo'shandirganda barliq oila a'zolari yangi bir jonning yorug' dunyoga ko'z echishining qanchalik mushkul bo'ladiganligini, ana bo'g'ichining bu jarayonda qanchalik azob chekadiganligini o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z quloqi bilan anglasa, hayotning qimmatini tushunish,
o'zaro ko'yinish, onalarni ulug'lash, urug' tuqqanchilik mehrini qadrlash jihatda bir qatim cho'nqur hissiyot tarbiyasiga ega bo'ladi ekan. Agar homilador ayol doktorxonada tug'dirilib, haftadan keyin bolasini yo'gakka o'rab ko'tirib bozordan kollak basay setib olgan kishidek kulib uyiga qaytib kelsa, oila a'zolari hech qancha cho'nqur ta'sirotga ega bo'lmaydi ekan. Chet elliklarning sayli sayohatga ko'p chiqishdagi alohida maqsadlarining biri dal tabiat bilan ko'p uchrashib, o'zgacha ham mo'l ta'sirlanishlarga muyassar bo'lish uchundir. Haqiqatan bu shahar muhiti odamni hamma ishda tahlil bilan yashashga, qoida tuzumlarga amal qilib o'tishga majbur qiladi. Shaharliklar bilan to'xtamlashib muomala qilmasang lafziga ishonish mumkin emas. Shahar ko'chalarida sahroning to'piliq yo'lida mangandek erkin xiyol surib menish texmi mumkin emas. Emdilatin bir xiyolga cho'kib ketavassang, ko'zingga yer osti yo'li bilan mening degan xatlar cheliqidida o'zingga kelishga majbur bo'lasan. Shaharda qizil, yeshil chiroqlar bilan olabaldoq yo'l belgilariga amal qilib menishning o'zila kishini chorchitib etadi. Shavqun suranning quloq mengangni yeyishi, kishilarning seni qiqib so'qib o'tishlari va tonish bilish chiroylarga ras yolg'on tabassum qilib mengishlar texi buning sirtida. Shundoq qilib erib ichib o'yinga kelisanda, yoki beg'i yoki g'o'ylisi yo'q qapazdek tor o'yingda put-qo'lingni so'zib yetib xotirjam orom olasan. Mana bu dal baxtsizlik ichidagi baxt. Tabiat bilan uchrashib turmagan kishining qalbi qurg'oqlashib ketadi. Shunga jinoyat va shumliqlar ko'pincha shaharlarda yuz beradi. Soxtapazlik va qozzobliklarga shahar ko'chalarida ko'proq duch kelasan. Nomardlik va shafqatsizliklarning shahar nopusiga o'tganligini ko'rib hayratda qolasan. Ota-bobolarimiz 20-30 yillab tog' daryolarni bo'ysundirib tabiat ustidan g'olib kelamiz degandek atalmish inqilobiy irodani namoyon qiladigan shuarlarni tovlagan. Bugungi kundagi yangi qarash bo'lsa, odam bilan tabiatning munosabati tabiatni bo'ysundirg'uchidan tabiat bilan hamkorlashquchiga aylanishdan iborat bo'lishi kerak deb hisoblamoqda. Bu bizning beshimizdan nurg'un kulfatlar o'tgandan keyin erishgan e'tiqodimizdir. Tabiatni talon-taroj qilish va iqtisodning oy yillar bo'yicha uda eshishini qo'g'lashib muhitning bulg'anishiga pisand qilmaslik, oxirida ekologiyalik tangpungliqning buzilishini keltirib chiqarish butkul insoniyat duch kelgan ig'ir masala. Bu bir xil muqarrar halok bo'lish falsafasining dastlabki natijasi. Gorbachev islohot va yangi tafakkur nomli kitobida biz hammamiz yer sharidan iborat bu kemadagi yo'lovchilarmiz. Shuni bu kemani g'arq qilib etishga bo'lmaydi. Buningdan boshqa Nuh alayhissalom kemasining bo'lishi mumkin emas deb xitob qilgan. Bu xitob butkul insoniyatning navbatdagi yer shari muhitining nacharlashishi haqidagi andishi engini ifodalab bergan. Afsuski tabiiy muhiti kunsira battarlashib ketayotgan Urumchida madaniyatlik urumchiliklardan bo'layli deb tomlarini shuar bilan to'ldirib oladigan urumchiliklarning engida texi bundoq ong shakllanmayotadi. Amaliyotda bugungi dunyoda muhit engiga ega bo'lmagan odamni madaniyatlik odam degala bo'lmaydi. Faraz qilish tas emaski, tutak to'lgan bu shahar mo'ltarligisiz kelajakka duch kelyotadi. Bulg'angan tabiiy muhit bizni jismoniy va ruhiy jihatda qordan chiqarmoqda. Ko'pni ko'rgan peshqadamlar 60-yillardan ilgari Urumchi to'limi go'zal shahar edi. Bulbullar chang'ildab sayrab turadi. Mahalla ko'ylar yop-yeshil qarayog'ochlar bilan qoplanib turadi. Ko'chalarda odamlar shalong edi. Kishilar asosan degudek bir-biri bilan tanishadi, deyish hasrat chekishmoqda. Men hamisha o'g'lim Kamol Turkning taqdiri bilan Urumchining realligini birlashtirib andishilik xiyollarga botaman.
Biz albatta rahimsiz taqdirning mavjudligimizga selayotgan tahdidiga o'zimizning usuli orqali taqobil turishimiz kerak. Nurg'un kishilar o'zini bezor qilib kelgan masalalarni hamisha vaqtning va olamning kaynidagi kuchning hal qilishiga qoldiradi. Ularning tipik inkosi g'azab bilan sukut qilishdan iborat. Meningcha shaxsning andishiga va xavfga to'lgan muhitni idora qilishga chomi yetmasimi, lekin o'zini idora qilishga va o'zini yaratishga chomi yetadi. Urumchining bulg'angan muhiti har bir odamning jismoniyati va ruhiyatiga tahdid solmoqda. Men o'g'lim Kamol Turkning insonga xos sog'lom qalbga, oliyjanob ma'naviy dunyoga ega bo'lishini ko'zlab, uningga oldi bilan tabiatni tonitish jihatdan nurg'un urinishlarni qildim. Hatto simto'rg'a solab uyimda necha oy kirib baxtim. Men bu ishlarimni behuda deb qaramayman. Chunki bolalik qalb tabiatdan til bilan ifodalab bo'lmaydigan narsalarni qabul qilib o'zini beyitadi. Tasodifiy fursatda qo'yning qo'zilishiga tug'ut onasi bo'lib qolgan bir bola uchun aytganda, bundoq manzara uning esida mangu saqlanib qoladi, ham ona bolalik muhabbatning yorqin simosi bo'lib qalbiga o'rnab ketadi. Men mushundaq ahvolga bevosita ishtirok qilib ko'rgan bo'g'achqa ishonch bilan shundoq ayta olayman. Tabiat insonlar o'z taraqqiyot tarixida tunji qitim o'qigan, shundoqla mangu o'qib tugitib bo'lolmaydigan bebaho qomus. Shubhisizki har bir kishining o'zimi ashu qomusning bir varaqi. Shunga faylasuflar tabiatni tushunmagan odam o'zini tushunmaydi, o'zini tushunmagan odam tabiatni tushunmaydi deb aytishadi. Urumchidek bir shaharda tabiatni tonish va tushunish zo'r chaklamaga ega bo'ladi. Balalarga ko'ktatchilardan olgan sabzi chamg'urni tonitsaqmi, lekin uning ko'ktatchining harvisiga chiqquncha qanday kunlarni boshdan kechirganligini tushuntirishga amalsiz qolamiz. Televizorda bir hayvon ko'rinib qolgudek bo'lsa, ana ovi pokoni hayvon deb oldirab-saldirab ko'rsatib qo'yamiz. Ammo odat xususiyatlarini tushuntirib bo'lolmaymiz. Tabiatning ne'matlarini to'liq bilan bildirishga, tabiatning mo'jizadek manzaralarini va hodislarini ko'rsatishga butunlay amalsiz qolamiz. Chunki iqtisodiy jihatdagi nomrodlik bizni yo'tqonga qarab put sunishga majbur qiladi. Qaraganda Kamol Turkni sahronimi tushunadigan, shaharnimi tushunadigan, jamiyatnimi tushunadigan, tabiatnimi tushunadigan qilish qiyin o'xshaydi. Shunisi ayonki bu maqsadga yetmay bo'lmaydi. Chunki aslashga arzugidek o'zgachilikka bo'lmagan, bolalikqa xos mazmuni bo'lmagan, sodda qalbi tabiat bilan to'yinmagan qatmal ma'nisiz bolalik hayot insonni mangulik hasratga homilador qiladi. Hey Urumchi, hey Kamol Turk. ...1998 yili yezildi.